Tavrotda Xudo Firavnga aytganidek: "Qudratimni sen orqali namoyon qilay deb, ismim butun yer yuzida ma'lum bo'lgay deb men seni yuksaltirdim." Demak, Xudo istaganiga marhamat etadi va istaganining diydasini qotiradi. Endi mendan so'raysan: xo'sh, nima uchun Xudo birovni ayblaydi? Zotan uning irodasiga qarshi chiqa oladigan yo'q-ku. Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykaltaroshga meni nima uchun bunday yasading deydimi? Kulol xuddi o'sha gil qorishmasdan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Agar Xudo g'azab va qudratini zohir etmoqchi bo'lib, o'z g'azabiga yo'liqtirib xaroq qiladigan odamlarga ko'p sabr bilan chidagan bo'lsa, nima bo'pti? Agar Xudo azaldan marhamatiga sazovor bilgan va ulug'lash uchun belgilagan odamlarga o'zining cheksiz ulug'vorligini zohir etmoq maqsadida bunday qilgan bo'lsa, nima bo'pti? Nafaqat yahudiylar orasidan, balki boshqa barcha xalqlar orasidan ham Xudo da'vat etgan bu kishilar mana bizlarmiz. Xo'sheya payg'ambarning kitobida aytilganidek: "Men xalqim bo'lmaganni mening xalqim, sevgilim bo'lmaganni sevgilim deyman." Siz mening xalqim emassiz deyilgan yerda ular barhayot Xudoning o'g'illari deyiladi.